Şükür ve hayatımızdaki ehmiyeti. Muhammed Yusuf. Arab tilidagi en şükür sözünün ma'nosi rahmat etish, minnatdorlik bildirish va tashakkur etish deganlik bo'lib, islom istilohida yaxshilik qilganning yaxshiligini e'tirof qilish va uning o'xshishini qaytarish. Ne'mat berguvchiga minnatdorlik bildirib, uni til, dil va amalda ifodalash deganlikdir. Şükür imanның yerimi bulup, yeni bir yerimi sabırcallıqdır. İman bu ikisi bilen takamüllüşüdür. Bu sebepten şükür en yukarı mertebelik ibadet sanılıdı. Allame İbn Recep, şükür til, dil ve iş hareket bilen ada kılınadı degen. Birinci, til bilan ado qilinadigan ne'mat berguvchining ne'matlarini va ato ihsonlarini til orqali so'zlash ham sanash bilan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Rabbingning ne'matini og'zingdan tushirmagin. Ya'ni Alloh taolo senga ato qilgan ne'matlarni boshqalarga keng so'zlagin va minnatdorligingni so'zda va amalda ko'rsatgin deb ta'lim bergan. Payg'ambar alayhissalom bu ma'noni texmi izohlab tushuntirib, o'ziga ato qilingan ne'matni izhor qilish shukr qilganlik, uni yoshirish tuzkorlik qilganlikdir degan. Ikkinchi, dil bilan ado qilinadigan shukr ne'mat berguvchining ne'matlarini va ato ihsonlarini e'tirof qilish, uningga yurakdan minnatdor bo'lish va uni so'yish bilan ifodalanadi. Tabiiyki, birovning yaxshiligini e'tirof qilgan, uni yuragidan so'ygan va uningga qarata o'zining tashakkur burchi borligini his qilgan odam, uni rozi qilish va mamnun qilish yo'lida qo'lidan kelganini oymaydi. Uning nafratiga uchrab qilishdan hazar qiladi. İnsanlar o'tirsidagi ishlar bundaq bo'lgan yerda tamomiy ne'matlarning va cheksiz ato ihsonning egisi bo'lgan Alloh taologa bo'lgan tashakkur burchimizni qandoq ado qilishimiz kerak? Alloh taolo bizga ato qilgan sonsiz ne'matlari va cheksiz ato ihsonlari badaliga bizdan ko'p narsa so'maydi. Faqat din va dunyolik har qanday bir ishni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha qilish va har ishda uning roziligini oldingi o'rinda qo'yib, qaytirqinib qilishni so'raydi. Buningmi bexillik qilamizmi amdi? Üçüncü, ish harakat bilan ado qilinadigan shukr ne'mat berguvchining ne'matlarini va ato ihsonlarini gunoh ma'siyatlarga va har qanday bir yomon ishga ishlatmay, faqat Alloh taoloning amr farmonlarini o'rindashga, o'ziga va boshqalarga manfaatli bo'lgan yaxshi ishlarga ishlatish bilan bo'ladi. Masalan, tan saqliqdan iborat bu katta ne'matni olaylik, uni o'yin tomosha va harom ko'ngil etishlarga ishlatib tugatmasdan Alloh taologa ibodat qilish, ustimizdagi farz vojiblarni o'rindash, o'zimizga va boshqalarga foydali bo'lgan ishlarni qilish bilan o'tkazish, bu ne'matni ato qilguvchiga shukr ado qilganlik bo'ladi. Aksicha qilish ne'mat berguvchiga tuzkorlik qilganlik bo'ladi. Shuningdek, Alloh ato qilgan pul molning zakatini ado qilib, uni o'ziga, oilasiga va insonlarga foydali ishlarga ishlatish, harom gunoh ishlarga ishlatmaslik ne'mat berguvchiga shukr qilganlik bo'ladi. Ne'matga shukr qilish ne'matni ko'paytiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda agar shukr qilsanglar, sizlarga berayotgan ne'matimni texmi ziyoda qilaman. Agar tuzkorlik qilsanglar, sheksizki mening azobim bakmi qattiqdir deb ta'lim bergan. Pul molning shukrsiz isrof qilmasdan, foydasiz ishlarga bozib chachmasdan qo'llanish, uning zakatini to'liq berish va Alloh taolo rozi bo'ladigan va savob bo'ladigan ishlarga, shundaqla yaxshilik yo'llariga ishlatish bilan bo'ladi. Bundan ma'lumki Alloh taologa shukr qilish, shukr Xudoyim deb og'zaki shukr etish bilan ado topmaydi. Balki bu shukrni amalda ko'rsatish talab qilinadi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Ey mu'minlar, savdo setiq,
Dostluq va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kun yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Tuzkorda qilg'uvchilar rostilla haqsizlik qilg'uvchilardir deyish orqali bizni shukrning iqtisodga ma'nisiga boshlamoqda. Bu turdagi shukr yo'qsullarga va har qanday hojat egisiga atag'anlarni berish bilan ado topadi. Ilm ma'rifatning shukrisi bilganlariga to'liq amal qilish, uni insonlarga o'rgatish, ularning Alloh taolo o'rgangan bilimga amal qilmaydiganlarni so'kib mundoq degan. Ey mu'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Qisqasi, pul molning zakati shu pul moldan ma'lum miqdorni yo'qsullarga berish bilan ado topgandek, ilmning zakati bilganlarni boshqalarga o'rgatish va bildirish bilan ado topadi. Alloh taoloning ne'matlari shukr qilishni taqozo qiladi. Alloh taoloning ne'matlari har bir nafasdan, tomirlardagi qonni ishtirgan har bir harakatda bizni qo'rshab turadi. Ammo biz bu katta ne'matlarni ko'pincha his qilmaymiz va bu ne'matning egisi bo'lgan Allohni loyiqida qadrlayolmaymiz. Biz barliq ehtiyojlarimizni o'zligidan tayyorlangan holda qabul qilamiz. Biz qilmoqchi bo'lganni shundaqla ko'nglimizga keltirish bilan bu ish o'zligidan amalga oshadi. Masalan, o'ltirib qo'pish, yurishtirish va hankazolarga o'xshagan ixtiyoriy harakatlarimiz. Ba'zi ne'matlarni cheklik sharoitlarda va ko'ngillik muhitlarda his qila olamiz. Ammo buni his qiladiganlarmi intayin oz. Bu bizning Allohdan yiroqligimiz va uning ne'matlariga qarata xato tushunchada bo'lganligimizning sababidan edi. Alloh sizlarga zaminni turalg'u, osmonni to'g'ris qilib bergan. Sizlarni shaklga kirgizib, to'rqinglarni chiroyli qilgan va sizlarni pok narsalardan rizqlantirgan zotdir. Ani shu Alloh sizlarning Rabbinglardir. Olamlarning Rabbi Allohning barkati ko'pdir. Bunu bayonlardan keyin biz Alloh taoloning haqqini ado qila oladikmi? Dunyoda nurg'un kishilar Alloh taoloning ne'matlaridan foydalanib turg'liq, uningga shukr qilishni bilmaydi. Go'yo ular bu ne'matlarni o'zining tartib elingan haqqini qaytirib olgandek yoki bu ne'matlar faqat o'ziga xosdek qabul qiladi. Bundaqlar boshqalarni o'ziga hargiz mutan qilmaydi. Bundaq tuzkorcha tushuncha va tafakkurdan hargizmi shukrning g'o'nchalari o'nmaydi. Bundaqlardan shukrni kutgili bo'lmaydi. Bu sababdan siz ba'zi kishilarga yaxshilik qo'lingizni sungan va uningga yaxshilik qilish uchun ko'p jafo tortgan bo'lsingizmi, ularning sizga bo'lgan pozitsiyasi nachar, muomalasi so'g'uq va rahmat so'zi yo'q bo'ladi. Kishilarning bu xil muomalasi sizni nafratlantiramdi. Halbuki undaqlar bundan burun sizning va ularning Rabbi bo'lgan Alloh taolog'imi shundaq muomalada bo'lgan emasmi? Bandalarimdan shukr qilg'uvchilar bek oz degan oyat buni ifodalaydi. Dinimiz bizni yaxshilikqa, yaxshilik qaytarishga buyuradi. Islom dini kishilarning ne'mat berguchiga minnatdorlik bildirish va yaxshilik qilganlarning mukofotini qaysi bir yo'l bilan bo'lmasin ado qilishga. Agar boshqalar tarafidan erishgan yaxshilik badaliga ularga berishga moddiy mukofot topolmasak, tilimiz bilan rahmat aytishga kifoyalanib, uning to'liq mukofotini Alloh taoloning berishiga topshirish bilan ko'nglimizni rohatlantirishimizga chaqiradi. Payg'ambarimiz mundoq degan: Birov tarafidan ata ihsonga erishgan kishi uning badaliga loyiq narsa topolsa mukofotini ado qilsin. Agar topolmasa, uningga minnatdorligini bildirsin. Haqiqatan ne'matga minnatdorlik bildirgan odam shukr qilgan va uni yo'shirgan odam ne'matga kufrlik qilgan bo'ladi. Kishilardan kelgan yaxshilikqa minnatdorlik bildirishni bilmaydigan odam Allohga shukr qilishni bilmaydigan odamdir. Ozga shukr qilmaydigan odam ko'pga shukr qilmaydi. Kishilarga rahmat aytishni bilmagan odam Allohga shukr qilmaydi.
Xayr ihsondimi niyatning durust bo'lishi. Allama Muhammad G'azali hayotingizni yangilang nomli asarda mundaq deb yozgan. İslam dini minnatdorlik borchining zarurligini va ne'matga tuzkorlik qilguvchilarning razilligini so'kish bilan birga xayr ihson egalaridan amallarni Alloh roziligi uchun xolis qilishlarini talab qiladi. Chunki niyatni shaklvozlik qilish amalni yo'q chiqaradi. Taqdirlashga sazovar bo'ladigan yaxshilik birovning rahmat aytishi yoki minnatdorlik bildirishni ko'zlamasdan Alloh roziligini ko'zlab qilingan yaxshilikdir. İslam dini amallarni ixlos bilan qilishga buyurishda, ko'ngillarni dunyolik manfaatlarga cho'qinishning qullig'idan ozod qilish orqali uni mutlaq kamolat egisi bo'lgan Allohga yuzlantirishni maqsad qilgan. Mundaq ko'ngil har qanday bir yaxshilikni kishilarning maqtishiga erishish yoki obro'yga ega bo'lish tamasidan qat'iy nazar ichidan kelgan tabiiy qiziqarlik, haqiqiy samimiyat va sof niyat bilan qiladi. Mana mundaq oliyjanoblik ihsonning haqiqiy turtkisidir. Mana bu har qanday go'zal axloqning ulgisidir. Xulosa: agar shukr qilsanglar, sizlarga berayotgan ne'matimni texmi ziyoda qilaman degan oyat haqida tafakkur qiladigan bo'lsak, bu oyatning insonlarning hayotida kunda degudek o'z ifodasini tepib turayotganligini aniq ko'ramiz. Bu oyat reallikni aytib beradi. Chunki hayot tajribalari bizga shuni isbotlab berdiki, ne'matga minnatdor bo'ladigan, bag'uchin hurmatlaydigan, minnatdorlik tuyg'usi va qanoat bilan yashaydigan odam texmi ziyodasiga erishadi. Ne'matdan va yaxshilikdan hech bir zamon mahrum qolmaydi. Xushallik va huzur halovat ichida o'tadi. Bunun aksicha ne'matga shukr qilmaydigan, yaxshilik qilganni bilmaydigan, qanoat qilmaydigan ochko'z odam yo'qning g'emida hargiz xushal bo'lolmaydi. Uning kamlari to'liqlanmaydi va hayoti baxtsiz o'tadi. Shuni eskartish kerakki, shukr qilish deganlik bog'i qanoat qilib ishlamay, ujma pesh, og'zimga chush deb o'tirish deganlik emas. Dinimiz bizni hargiz buningga buyurmaydi. Aksicha, shukr qilish amaliyotda texmi ziyodasiga erishish yo'lidagi tirishchanlikdir. Agar shukr qilsanglar, sizlarga berayotgan ne'matimni texmi ziyoda qilaman degan oyat buni ifodalaydi. Agar siz minnatdorlik tuyg'usida yashasangiz, sizning moddiy va ma'naviy boyligingiz ko'payib mangadi, hargiz azaymaydi. Allah agar shukr qilsanglar, sizlarga berayotgan ne'matimni texmi ziyoda qilaman degan muborak va'dasi sizda cho'qim amalga oshadi. Agar siz ne'mat berguchiga shukr qilmasangiz, Allohga tuzkurlik qilgan bo'lasiz. Bu chaqda Alloh sizni ne'matdan ayirib etish, moddiy va ma'naviy jihatdan yo'qsillikqa duchor qilish qatorliq jazolari bilan qattiq azoblaydi. Mana bu mushu oyatning davomidagi agar tuzkurlik qilsanglar, sheksizki mening azobim bakmo qattiqdir degan ogohlantirishning amaliy ifodasidir. Qandoqli bir dinda yoki qandoqli bir jamiyatda bo'lsin, shukr qilguvchilarning baxtlik va huzurli hayotda yashayotganligini, shikoyat qilguvchilarning baxtsiz, huzursiz hayotda yashayotganligini, minnatdorlik tuyg'usi bilan yashaydigan insonlarning yuzida doimo xushallik, tabassum jilva qilib turadiganligini, tuzkor insonlarning yuzida hamisha norozilik alomatlarining izhor qilib turayotganligini ko'ramiz. Bu bir reallik, bu bir amaliyat. Shukr qilish va noshukrlik qilish boylik yoki kambag'allik bilan munosabatsiz masaladir. Ba'zi psixologlar Amerika, Kanada, Yaponiya va ba'zi Yevropa davlatlari degandek turmush saviyasi yuqori davlatlardagi kishilar bilan Afrika davlatlariga o'xshash turmush saviyasi to'van davlatlardagi kishilarni selishtirish orqali oldinqilarning yuzidan muz yig'ib turadiganligini, keyingilarning yuzidan tabassum yig'ib turadiganligini bayqagan. Agar shukr qilish erishgan narsalarning ko'pligi bilan bo'ladigan bo'lsa-di, Namrat davlatlaridagi insonlarning chiroyidan umr bo'yi xush kulgini ko'rgili bo'lmagan bo'lar edi. Mana bu maqolni Qur'on Karimdan shukr qilguvchiga bir misol, noshukrlik qilguvchiga yana bir misol keltirish bilan oxirlashtiraman. Shukr qilguvchining misoli Sulaymon alayhissalom payg'ambar bo'lish bilan bir vaqtda podshoh edi. U Allohga nihoyat shukr qiladigan zot edi.
Allah ata qilgan har bir ne'mat uchun alohida shukr qiladi. Qur'on Karim Sulaymon alayhissalomning bunu so'zini qissa qilgan. Bu Rabbimning meni shukr qilamdi yoki to'sqorlik qilamdi deb sinash uchun menga qilgan fazli karimidir. Kimki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimki to'sqorlik qiladi ekan, bilsinki haqiqatan Rabbim hammadan behojat ata ihsonni keng zotdir dedi. Noshkurlik qilguvchining misoli. Qarun erishgan har bir ne'matni o'zining tajribasidan va o'zining qobiliyatidan deb e'tiqod qilib, Allohga to'sqorlik qiladi. Allah bu haqda mundoq degan: Qarun o'ziga nasihat qilgan kishilarga men bu boyliqqa faqat o'zimdagi alohida bilim va iqtidor bilan erishdim dedi. Qarun o'zidan ilgari o'tganlar ichidan o'ziga qaraganda texmi kuchlik, to'plagan pul meli texmi ko'p bo'lganlarni Allohning halok qilib etganligini bilmadimi? Allah hammani bilganligi uchun o gunohkorlarning gunohlari surishti qilinmaydi. Ulardan faqat koyish tariqasida savol so'raladi. Allah ularni o'zining bilganiga asosan jazolaydi.